Yaqinda bironta xil boks men naves yasaydigan akalar kerak bo'lsa agar Andijondan, viloyatdan akamiz kelgan. Bizning ishxonamizda ozgina qurilish ishlar davom etyapti. Yana servisni katta qilyapmiz. Akamizni Andijon viloyatidan telefon qilib chaqirib olib keldilar. Xudo xolasa konteynerdan garantiyasi bilan ishxona yasab beryaptilar bizga. O'zlari bilan bitta gaplashamiz. Ismlari Xursandmurod. Assalomu alaykum Xursan aka. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Akajon, bizning ishxonamizni yasab beryapmiz bizlar usta bo'lar. Yana shunaqa usta bolalarga, yana naves ko'taradigan akalar uchun bu muhim narsa. Shuning uchun buni kvadrati qanaqa, nech pul chiqadi, qanaqa xizmatlar bo'lsa. Endi biz assalomu alaykum avvalambor. Endi buni kvadratiga keladigan bo'lsak, kvadrati 170 ming so'mdan 270 ming so'mgacha. Aha. Endi bu materialimizga keladigan bo'lsa, stenasi 2 stenadan 2 stenagacha kelib keladi, tashkil etadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, batafsil telefon orqali. Telefon orqali nomer qoldirib o'tamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Chiqardi. O'zbekiston barcha viloyatlariga bor xizmat. 12 ta viloyat bo'yicha xizmatimiz bor. Aha. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa agar, mana bizning ustaxonamizni o'zi katta qilyapmiz. 15 ga eni 26 metr 5 stum garantiyasi bilan yasab beryaptilar. Shunaqa ishxona kerak bo'lsa agar, shu Xursan akaga murojaat qilasizlar. Sizning ishingizni chiroyli holatda bitkazib beradi. Hamma uchun rahmat. Pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Usta akaning nomerlarini qoldiramiz.